Mamlakatimizda transport vositalaridan foydalanish tobora ortib borayotgani hammaga ayon. Aholi o'rtasida gaz ballonlari bilan harakatlanuvchi mashinalar keng tarqalgan bo'lsa-da, ularning xavfsizlik masalasi doimiy tarzda e'tiborda turibdi. So'nggi yillarda ayrim hududlarda yuz bergan baxtsiz hodisalar ham bu boradagi muammolarni yana bir bor ko'rsatib beradi. Xadija Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazida yong'in texnikaviy ekspertizasi laboratoriyasi mavjud bo'lib, ushbu laboratoriya tomonidan hal etiladigan masalalardan biri ham aynan yong'inlar kelib chiqish sababini aniqlash hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, keyingi yillarda fuqarolarimiz tomonidan aksariyat avtotransport vositalari bilan harakatlanishda nisbatan arzon yoqilg'i turi bo'lgan siqilgan tabiiy gazdan keng foydalanilmoqda. Biroq aholining avtotransport vositalarida gaz ballonlaridan foydalanish talab va tartiblarini bilmasligi natijasida gaz ballonlari bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'paymoqda. Markazimizning yong'in texnikaviy ekspertizasi laboratoriyasida sudga oid yong'in texnikaviy ekspertizasi, elektrotexnikaviy ekspertiza, gaz va elektrotexnik obyektlarning portlash texnika ekspertizasi o'tkaziladi. Hozirgi kunda respublikamizda sodir bo'layotgan yong'inlar yuzasidan juda ham ko'p qarorlar kelib tushadi. Tadqiqotlar olib borib, to'plangan hujjatlar o'rganiladi va ashyoviy dalillarni tekshirib, xulosalar berib kelamiz. Bugungi kunda yong'in texnikaviy ekspertizasi laboratoriyasida gaz va elektrotexnik obyektlarning portlash texnikaviy ekspertizasi ham o'tkazilib kelmoqda. Hozirgi kunda gaz o'rnatilgan avtomobillarda sodir bo'layotgan portlashlar sababini aniqlashda bu ekspertiza turi ham juda ham zarur hisoblanadi. Ushbu laboratoriyada yong'in bilan bog'liq bir nechta ekspertizalar ham o'tkaziladi. Buning uchun maxsus jihozlar ham o'rnatilgan bo'lib, ular sud ekspertlari ishini osonlashtirishga va berilgan xulosalar aniq bo'lishiga yordam beradi. Hozirgi kunda sud ekspertiza sohasini yuqori texnologiyalar bilan ta'minlash yuqori darajaga chiqmoqda. Qurilmalarimizdan biri ushbu rentgen difraktometrimiz sud ekspertizada, yong'in texnikaviy ekspertiza sohasida va ximiya ekspertiza laboratoriyalarida rivojlangan davlatlarda ta'minlangan, shuningdek bizda ham mavjud bo'lib, ushbu qurilma orqali, difraktometrimiz orqali yong'in texnika laboratoriyamizda yong'in sodir bo'lganda qisqa tutashuv sodir bo'lganda simlarda yong'in avval sodir bo'lganmi, qisqa tutashuv yoki keyin bo'lganmi, bunday holatlarni aniqlash uchun foydalaniladi. Xalqimiz bejiz o't balosi ofat deya ta'kidlamaydi. Ehtiyotsizlik sabab u bir zumda mulkingizni ba'zida o'zingizni bir hovuch kulga aylantirishi mumkin. Shunday ekan, har qanday uskunalardan texnik qoidalarga amal qilib foydalanish talab etiladi.